Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiyalar yana oshirilishi, ya'ni yil davomida ikkinchi indeksatsiya bo'lishi ehtimoli va bu yangilik oddiy pensionerlar. Nogironlik pensiyasi oluvchilar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar, ijtimoiy nafaqa oluvchilar va hatto hali pensiyaga chiqmagan fuqarolar uchun nimani anglatadi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor yoki pensiya yoshiga yaqin inson bor. Men bugun sizga gapni cho'zmasdan oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya oshirilsa kim qancha olishi mumkin? Kim kutishi kerak? Kim hujjatlarini tekshirtirishi shart? Qaysi joylarda odamlar xato qiladi va puldan ayrilib qolishi mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men amaliy qadamlarni aytaman. Qayerga murojaat qilish, qanday hujjatlarni tayyorlash va nimani yozib so'rash kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing, chunki bunday mavzularda vaqtida xabardor bo'lish pulingizga bevosita ta'sir qiladi. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi nima ekanini aniq tushunib olaylik. Indeksatsiya bu pensiya va ayrim nafaqalar miqdorini, narxlar o'sishi, inflyatsiya, ish haqi va turmush xarajatlaridagi o'zgarishlarga moslashtirish degani. Ya'ni davlat pensiya oluvchilarining xarid qobiliyati butunlay pasayib ketmasligi uchun pensiya miqdorini ma'lum foizga oshiradi. Oddiy qilib aytganda, kecha 1 million so'mga olgan mahsulotingiz bugun 20 million 100 ming so'm bo'lib qolsa, pensiyani shunga mos ravishda ko'tarilishi kerak. Oldin odatda pensiya o'sishi yil davomida bir marta yoki ayrim yillarda vaziyatga qarab bir necha marta bo'lishi mumkin edi. Odamlar ko'pincha pensiya oshdi degan xabarni eshitib, ertasi kuni bank kartasiga darhol ko'proq pul tushadi deb o'ylaydi. Lekin amalda bu jarayonning o'z tartibi bor. Qaror yoki farmon e'lon qilinadi, unda oshirish sanasi, foizi qaysi toifalarga taalluqli ekani, eng kam miqdorlar va qayta hisoblash tartibi ko'rsatiladi. Shundan keyin pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni yangilaydi. Banklar yoki to'lov tashkilotlari orqali yangi miqdorlar to'lanadi. Hozir eng ko'p savol shuki, agar Irg'uziston pensiya yana oshirilsa, bu avtomatik bo'ladimi yoki alohida ariza berish kerakmi? Men buni aniq tushuntiraman. Agar gap umumiy indeksatsiya haqida ketayotgan bo'lsa, ya'ni barcha pensiya va ayrim nafaqalar belgilangan foizga oshirilsa, odatda pensioner alohida ariza yozmaydi. Tizimning o'zi qayta hisoblaydi. Lekin agar sizning ish stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar yoki qo'shimcha ustamalar bilan bog'liq masala bo'lsa, unda siz hujjatlarni tekshirtirmasangiz, haqingizdagi pul to'liq chiqmasligi mumkin. Asosiy masala shundan iborat. Pensiya oshishi hammaga bir xil pul qo'shiladi degani emas. Kimning pensiyasi yuqori bo'lsa, foiz hisobida qo'shimcha ham ko'proq ko'rinadi. Kim eng kam pensiya atrofida olayotgan bo'lsa, u uchun eng kam miqdorlar. Bazaviy hisoblash tartibi va ijtimoiy qo'shimchalar muhim bo'ladi. Shu sababli falonchiga 200 ming qo'shilibdi, menga nega 20 ming qo'shildi degan savol ko'p uchraydi. Javob ko'pincha pensiyaning boshlang'ich bazasi ish staji, hisoblangan o'rtacha ish haqi, qo'shimcha to'lovlar va pensiya turiga bog'liq bo'ladi. Endi kim nimani bilishi kerak? Birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi toifa yoshga doir pensiya oluvchilar. Bular eng katta guruh. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, indeksatsiya foizi sizning amaldagi pensiyangizga qo'llanadi. Masalan, siz hozir 1 million 200 ming so'm pensiya olyapsiz. Agar oshirish shartli ravishda 10% bo'lsa, qo'shimcha 20 ming so'm atrofida bo'ladi va yangi pensiya 1 million 320 ming so'm bo'lishi mumkin. Agar pensiyangiz 2 million so'm bo'lsa, 20%lik oshish 200 ming so'mni tashkil qiladi. Demak, foiz bir xil bo'lsa ham qo'shiladigan summa har xil chiqadi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi va nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak, chunki hamma nogironligi bor odam bir xil turdagi to'lov olmaydi. Ba'zi insonlar ish staji asosida nogironlik pensiyasi oladi, ba'zilari esa ijtimoiy nafaqa oladi. Pensiya bilan nafaqa huquqiy jihatdan bir xil emas. Indeksatsiya qarorida qaysi to'lovlar oshirilishi alohida ko'rsatiladi. Shuning uchun nogironligi bor fuqarolar hamma pensiya oshsa, mening nafaqam ham oshadimi deb so'rashi tabiiy. Javob, agar hujjatda aynan siz olayotgan to'lov turi ko'rsatilgan bo'lsa, oshadi. Agar boshqa tartib belgilangan bo'lsa, alohida hisoblanadi. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro ish staji yetarli bo'lgani uchun pensiya olayotgan bo'lsa, u umumiy pensiya indeksatsiyasidan foyda ko'rishi mumkin.
Boshqa bir fuqaro esa bolalikdan nogironlik nafaqasi olayotgan bo'lsa, uning to'lovi ijtimoiy nafaqa sifatida alohida ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Mana shu farqni bilmaslik sababli ko'p odam menga kam qo'shildi yoki nega qo'shilmadi deb o'ylaydi. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu oilalar uchun har bir so'm muhim. Agar oilada otasi yoki onasi vafot etgan, farzandlar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, indeksatsiya ularga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda oluvchilar soni farzandlarning yoshi, o'qishi, hujjatlarning amal qilish muddati katta ahamiyatga ega. Masalan, farzand 12 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim hollarda to'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Pensiya oshishi haqida eshitib xursand bo'lishdan oldin hujjatlar tartibda ekanini tekshirish kerak. 4-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu juda keng tarqalgan holat. Bu yerda savol tug'iladi. Ishlayotgan pensionerning pensiyasi ham oshadimi? Odatda umumiy indeksatsiya ishlayotgan yoki ishlamayotgan pensionerligidan qat'iy nazar qo'llanishi mumkin. Lekin ayrim ustamalar qayta hisoblashlar va ish staji bo'yicha qo'shimcha masalalar alohida tartibda ko'riladi. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin yana bir necha yil rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ma'lum muddatdan keyin pensiyani qayta hisoblatish imkoniyati bo'lishi mumkin. Buning uchun avtomatik kutib o'tirmasdan pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki elektron xizmatlardan aniqlik kiritish kerak. Endi real hayotdagi misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Dilbar opa 14 yoshda hozir 20.107 ming so'm pensiya oladi. U kishi bozordan yo'q un, go'sht, dori-darmon oladi. Oxirgi oylar xarajatlari oshgani uchun pensiya yetmayapti. Agar 1 avgustdan pensiya indeksatsiya qilinsa va oshish 12% bo'lsa, Dilbar opaning pensiyasiga taxminan 1.74 ming so'm qo'shiladi. Yangi miqdor 1.624 ming so'm atrofida bo'ladi. Bu katta boylik emas, lekin dori yoki kommunal to'lovning bir qismini yopishi mumkin. Yana bir misol. Anvar aka 2.300 ming so'm pensiya oladi. Chunki ish staji ko'p. Rasmiy maoshi nisbatan yaxshi bo'lgan. Xuddi shunday 12% oshishda unga 2.76 ming so'm qo'shilishi mumkin. U holda yangi pensiya 2.76 ming so'm bo'ladi. Endi ko'ring, Dilbar opa bilan Anvar akaga foiz bir xil. Lekin qo'shilgan pul farqli. Bu adolatsizlik emas. Bu foiz asosidagi indeksatsiya mexanizmi. Kimning hisoblangan pensiya bazasi yuqori bo'lsa, qo'shimcha summasi ham yuqoriroq bo'ladi. 3-misol, oila boquvchisini yo'qotgan. 2 nafar farzand pensiya olayapti. Har biriga 700 ming so'mdan tushadi, jami 1.400 ming so'm. Agar oshirish 10% bo'lsa, har bir 7 ming so'mdan jami 1 ming so'm qo'shilishi mumkin. Lekin katta farzand O'rinbekaji yoshga kirgan va kollej yoki universitetda kunduzgi o'qiyotgan bo'lsa, o'qish ma'lumotnomasi vaqtida topshirilmasa, unga tegishli to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun bu oilalar ayniqsa diqqatli bo'lish kerak. 4-misol. Mahmud aka pensiyada, lekin qorovul bo'lib rasmiy ishlayapti. U men ishlayapman, demak pensiyam oshmaydi deb xavotir oladi. Bunday xulosa qilishga shoshilmang. Umumiy indeksatsiya bo'lsa, ko'pincha u ham oshadi. Ammo Mahmud aka yana bir narsani tekshirtirish kerak. Pensiyaga chiqqandan keyingi ish davri hisobga olinishi mumkinmi? Ish beruvchi ijtimoiy soliq va boshqa ma'lumotlarni to'g'ri yuboryaptimi? Mehnat faoliyati elektron tizimda aks etyaptimi? Chunki kelajakdagi qayta hisoblashda aynan shu ma'lumotlar kerak bo'ladi. 5-misol. Zaynab opa uy bekasi bo'lgan, rasmiy ish staji kam. U eng kam pensiya yoki ijtimoiy nafaqa atrofida to'lov bo'ladi. Bunday fuqarolar uchun eng muhim masala foiz emas, eng kam to'lov miqdori va davlat tomonidan beriladigan qo'shimcha kafolatlar hisoblanadi. Agar faqat foiz oshsa, qo'shimcha kam ko'rinishi mumkin. Agar eng kam pensiya miqdori ham oshirilsa, bunday pensionerlar ko'proq sezilarli o'sish ko'rishi mumkin. Shuning uchun e'lon qilingan hujjatda aynan eng kam pensiya, bazaviy miqdor, ijtimoiy nafaqa kabi so'zlarga e'tibor berish zarur. Nimalar o'zgardi deganda, men eng avvalo shuni aytaman. Hozir odamlar faqat pensiya miqdorining o'ziga emas, pensiyani hisoblash uchun asos bo'lgan ma'lumotlarga ham qarash kerak. Chunki tizim elektronlashgani sari eski mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar, arxivdagi ish haqi ma'lumotlari, korxonalarning yopilib ketgani, nomi o'zgargani kabi masalalar muhim bo'lib qoladi. Agar sizning 25 yil
ishlagan joyingiz tizimda to'liq ko'rinmasa, pensiya hisobida farq chiqishi mumkin. Indeksatsiya esa mavjud hisoblangan summaga qo'llanadi. Demak, asosiy pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, oshirilganidan keyin ham siz kamroq pul olishda davom etasiz. Endi juda muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya oshishi sanasi bilan pul tushadigan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, oshirish 1 avgustdan deb belgilansa, bu huquqiy jihatdan yangi miqdor shu sanadan hisoblanadi degani. Lekin amaliy to'lov jadvali, bank kartasi, pochta mahalla bo'yicha tarqatish, texnik qayta hisoblash jarayoniga qarab bir necha kun farq qilishi mumkin. Shuning uchun 1 avgust kuni ertalab kartaga pul tushmasa, darhol vahima qilish shart emas. Avval to'lov jadvalini, bank xabarini va pensiya jamg'armasi ma'lumotini tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, hamma qo'shimchalar indeksatsiyaga bir xil qo'shilmasligi mumkin. Pensiya tarkibida asosan pensiya, ustama, kompensatsiya, qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda foiz asosan pensiya qismiga qo'llanadi, ayrim hollarda umumiy to'lovga qo'llanishi mumkin. Bu hujjatdagi aniqlikka bog'liq. Shuning uchun men 1 million olardim, 10% bo'lsa 100 ming qo'shilishi kerak edi. Nega 1 ming qo'shildi degan savolda darhol xulosa qilmaslik kerak. Pensiya varaqasini yoki hisob-kitob ma'lumotini so'rab, qaysi qismga qancha qo'shilganini ko'rish kerak. Uchinchi nozik jihat, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarning aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish kabi ushlab qolishlari bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya oshgan bo'lsa ham, kartaga tushgan summa siz kutgandan kam ko'rinadi. Masalan, pensiyangiz 1 million 800 ming so'mdan 2 million so'mga oshdi, lekin 200 ming so'm ushlab qolinadigan qarzdorlik bor. Siz kartada 1 million 800 mingni ko'rib, oshmabdi deb o'ylashingiz mumkin. Aslida oshgan, faqat ushlab qolish sababli qo'lingizga kamroq tushgan. To'rtinchi nozik jihat, bank kartasi va pochta orqali olish farqi. Kimdir pensiyani bank kartasiga oladi, kimdir naqd shaklida pochta orqali oladi. Kartaga odat tezroq tushishi mumkin, lekin hamma hududda bir xil emas. Pochta orqali oluvchilar esa jadval bo'yicha kutadi. Agar siz yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, ro'yxat, manzil va to'lov punkti ma'lumotlarini yangilamagan bo'lsangiz, pensiya kechikishi mumkin. Bu indeksatsiya bilan bog'liq emas. Bu ma'lumotlar mos kelmasligi bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. 5-chi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Pensiya oshi haqidagi xabarlar chiqqanda ayrim odamlar telefon qilib, pensiyangizni oshirib beramiz, karta raqamingizni ayting, SMS kodini yuboring, hujjatingizni tezlashtiramiz deb aldashi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang, bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini aytmang. Pasport nusxasini begona odamga yubormang. Pensiya oshirish uchun telefon orqali kod so'ralmaydi. Rasmiy ma'lumotni faqat davlat organlari, pensiya jamg'armasi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki mahalla bo'limlaridan tekshiring. 6-chi nozik jihat, hamma pensionerga bir xil qo'shimcha beriladi degan gaplar. Bunday gaplar ko'pincha noto'g'ri tushunishga olib keladi. Ba'zan davlat bir martalik moddiy yordam berishi mumkin. U hamma uchun bir xil summa bo'lishi mumkin. Lekin indeksatsiya odatda foiz yoki belgilangan minimal miqdorlar orqali amalga oshadi. Shuning uchun bir martalik yordam bilan pensiya indeksatsiyasini aralashtirmang. Bir martalik yordam keyingi oy pensiya tarkibida doimiy qolmasligi mumkin. Indeksatsiya esa odatda doimiy miqdorga ta'sir qiladi. 7-chi nozik jihat, pensiyaga endi chiqayotganlar. Agar siz avgust oyida yoki undan keyin pensiyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, yangi miqdorlar sizga qanday ta'sir qilishini albatta oldindan so'rang. Chunki pensiya tayinlash sanasi hujjat topshirish sanasi. Yoshga yetgan kuningiz, ish staji va ish haqi ma'lumotlari natijaga ta'sir qiladi. Ba'zi odamlar 1-2 oy kutay, oshgandan keyin topshiraman deb o'ylaydi. Lekin bunday qaror har doim ham foydali emas. Chunki pensiya olish huquqi paydo bo'lgan sanadan kechiktirish ayrim hollarda yo'qotishga olib kelishi mumkin. Bu masalada individual hisob-kitob qilish kerak. 8-chi nozik jihat, eski ish joylari bo'yicha arxiv ma'lumotlari. Ko'p pensionerlar sovxoz, kolxoz, zavod, qurilish tashkiloti, maktab, kasalxona, fermer xo'jaligi yoki yopilib ketgan korxonalarda ishlagan. Agar o'sha davrdagi ish haqi ma'lumotlari to'liq topilmasa, pensiya hisobida kamchilik bo'lishi mumkin. Indeksatsiya esa mavjud hisoblangan pensiyaga qo'shiladi. Shu sababli siz men 35 yil ishlaganman, nega pensiyam qo'shnimnikidan kam deb so'rasangiz, javob ko'pincha arxiv ma'lumotlari
va rasmiy ish haqi ko'rsatkichlarida bo'ladi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, rasmiy xabarni tekshiring televizor. Ijtimoiy tarmoq yoki qo'shnining gapi bilan cheklanib qolmang. Pensiya oshishi bo'yicha aniq hujjat, qaror yoki farmon e'lon qilingan bo'lsa, unda sanasi foizi kimlarga tegishli ekani va to'lov tartibi yoziladi. Siz aynan shu ma'lumotga tayanishingiz kerak. Agar rasmiy hujjat hali chiqmagan bo'lsa, har qanday hisob-kitob taxmin bo'lib qoladi. Ikkinchi qadam, o'zingizning hozirgi pensiya miqdoringizni yozib qo'ying. Masalan, iyul oyida kartangizga qancha tushdi? Pochta orqali qancha oldingiz? Ushlab qolish bormi? Qo'shimcha to'lov bormi? Keyin avgust yoki keyingi to'lovda tushgan summa bilan solishtiring. Ko'pchilik odamlar aniq raqamni yozib bormagani uchun keyin o'shdimi yoki yo'qmi degan savolda adashadi. Oddiy daftar tuting. Oy nomi, tushgan summa, ushlab qolish, izoh. Bu sizga muammo bo'lsa, isbot bilan murojaat qilishga yordam beradi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, pensiya hisob kitobingiz bo'yicha ma'lumot so'rashingiz mumkin. Siz mening pensiyam qaysi asosda hisoblangan, ish stajim necha yil deb olingan, qaysi ish haqi davrlari hisobga kiritilgan, indeksatsiyadan keyingi miqdor qanchada bo'ldi deb so'rashingiz kerak. Bu savollarni og'zaki so'rash mumkin. Lekin muammo jiddiy bo'lsa, yozma ariza bergan ma'qul. 4-qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Hamma uchun ham bularning barchasi kerak emas. Lekin sizning olatingizga qarab ayrimlari talab qilinishi mumkin. 5-qadam, agar pensiya oshmagan bo'lsa yoki kam oshgan bo'lsa, darhol xafa bo'lib uyda o'tirmang. Avval sababini aniqlang. Bank kartangizdagi kirim-chiqimni tekshiring. Uslab qolishlar bormi? Qarzdorlik bormi? Kartaga to'liq tushdimi? Keyin pensiya jamg'armasidan hisob-kitobni so'rang. Agar xatolik bor deb hisoblasangiz, yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori va oxirgi indeksatsiyadan keyingi qayta hisob-kitob bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Ish stajim, ish haqi davrlarim va qo'shimcha ustamalar hisobga olingan, olinmaganini tekshirishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozsangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 6-qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. Agar siz yoki farzandlaringiz internetdan foydalana olsa, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, tegishli mobil ilovalar yoki rasmiy botlar orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'ling. Faqat rasmiy manbalardan foydalaning. Noma'lum havollarga kirmang, kartangiz kodini kiritmang, begona shaxs yuborgan faylni ochmang. Pensiya mavzusi katta yoshdagi insonlar uchun sezgir bo'lgani sababli firibgarlar aynan shu mavzudan foydalanadi. 7-qadam, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar hozirdan tayyorgarlik ko'rsin. Erkaklar va ayollar pensiya yoshiga yetishdan oldin ish stajini, elektron mehnat daftarchasini, eski ish joylari bo'yicha hujjatlarni tekshirtirish kerak. Pensiyaga chiqadigan kuni kelganda arxiv izlab yugurish juda qiyin bo'ladi. Masalan, siz 3 yil oldin ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash vaqt oladi. Shuning uchun 6 oy yoki 1 yil oldin tayyorgarlik ko'rish foydali. 8-qadam. Oiladagi keksalarga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz, buvi-bobolarimiz hujjat, elektron tizim, bank ilovasi, SMS xabarlarini tushunishda qiynaladi. Farzandlar ularga yordam berish kerak. Lekin yordam berayotganda hammasini o'z nomingizga o'tkazish yoki ularning kartasini o'zingizda saqlash shart emas. Eng to'g'ri yo'l ularga tushuntirish, birga borish, ariza yozishda ko'maklashish, lekin pul va hujjatlar ustidan nazoratni hurmat bilan amalga oshirish. Chunki pensionerning puli uning shaxsiy mablag'i. 9-qadam. Agar sizda alohida holat bo'lsa, masalan, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha farzand o'qishga kirgan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, bank kartangiz almashtirilgan bo'lsa, bularni vaqtida ma'lum qiling. Pensiya tizimida ma'lumotlar mos kelmasa, to'lov kechikishi yoki noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Odamlar ko'pincha davlatning o'zi biladi deb o'ylaydi, lekin ayrim ma'lumotlarni fuqaroning o'zi yangilashi kerak bo'ladi.
10-qadam. O'z huquqingizni biling, lekin dalil bilan gapiring. Pensiya bo'limiga borganingizda asabiylashib, menga ham berdingiz deyishdan ko'ra, aniq raqam bilan boring. Iyul oyida 1 milyon 300 ming so'm oldim. Avgustda 1 milyon 520 ming tushdi. E'lon qilingan oshirish bo'yicha men qancha olishim kerak edi? Qaysi qism indeksatsiya qilindi? Menga yozma hisob-kitob bering deb so'rang. Bunday yondashuv masalani tezroq hal qiladi. Yana bir muhim maslahat. Qo'shnilarning pensiyasini o'zingizniki bilan to'g'ridan-to'g'ri solishtirmang. Bir xil yoshda bo'lish, bir mahallada yashash yoki bir xil yillarda ishlagan bo'lish pensiya ham bir xil bo'ladi degani emas. Kimning ish staji ko'proq, kimning rasmiy maoshi yuqoriroq, kimda imtiyozli davrlar bor, kimda ustama bor, kimning hujjati to'liq, kimda ushlab qolish bor. Bularning hammasi farq qiladi. Solishtirish mumkin. Lekin xulosa chiqarish uchun hisob-kitob kerak. Agar 1 avgustdan ikkinchi indeksatsiya bo'lishi tasdiqlansa, bu pensionerlar uchun muhim yengillik bo'ladi. Chunki oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport, tibbiy xizmatlar xarajati yildan yilga oshib bormoqda. Pensionerning daromadi esa ko'pincha bitta manbaga, ya'ni pensiyaga bog'liq. Shu sababli indeksatsiya nafaqat raqam, balki real hayotdagi ehtiyojlar bilan bog'liq masala. 100 ming yoki 200 ming so'm kimlargadir kichik ko'rinishi mumkin. Lekin pensioner uchun bu bir oylik dori, elektr puli, un yoki yo'q puliga teng bo'lishi mumkin. Shu bilan birga men tomoshabinlarga shuni ham aytaman. Faqat oshirish xabarini kutib yashamang. Pensiyangiz to'g'ri hisoblanganini tekshiring. Chunki noto'g'ri hisoblangan pensiya yillar davomida katta farq keltirib chiqaradi. Masalan, har oy 1 ming so'm kam olayotgan bo'lsangiz, bir yilda 1 milyon 200 ming so'm yo'qotish degani. 5 yilda bu 6 milyon so'm bo'ladi. Agar indeksatsiyalar ham shu kam hisoblangan summaga qo'llansa, farq yanada davom etadi. Demak, asosiy vazifa nafaqat oshgan pulni kutish, balki hisob-kitobning to'g'riligini nazorat qilish. Yana bir masala, ayrim pensionerlar ariza yozishdan tortinadi. Borsam urishadi, baribir foydasi yo'q, men tushunmayman deb o'ylaydi. Men bunday fikrga qo'shilmayman. Siz pensiya oluvchi sifatida o'z hisob-kitobingizni bilishga haqlisiz. Savol berish, tushuntirish, so'rash, hujjat topshirish, xatolikni ko'rsatish bu janjal emas. Bu qonuniy huquq. Faqat muomala madaniyati bilan, aniq hujjatlar bilan va yozma tartibda harakat qilish kerak. Demak, 1 avgustdan pensiya yana oshirilishi va ikkinchi indeksatsiya masalasi har bir pensioner va har bir oila uchun juda muhim. Asosiy qoida shuki, rasmiy hujjatni tekshiring, hozirgi pensiya miqdoringizni yozib boring, avgustdagi to'lovni solishtiring, hujjatlaringizni tartibga keltiring va shuba bo'lsa pensiya jamg'armasidan yozma hisob-kitob so'rang. Pensiya oshish ko'p hollarda avtomatik bo'lishi mumkin, lekin pensiyaning to'g'ri hisoblanganini tekshirish sizning o'zingizga ham bog'liq. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bu ma'lumotni befarq qoldirmang. Izohlarda yozing. Siz hozir qancha pensiya olyapsiz va oshirilsa, sizningcha kamida qancha bo'lish kerak? Fikringiz boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki pensiya haqidagi to'g'ri ma'lumot ko'p oilaning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi.